Buni qaranglarchi, bitta yangilik, bitta yosh bolamiz chiqib, ukaxonimiz chiqib, mana ishonmasanglar oldimdan Damas yurdi. Shu Damaschilarni gapiryapti-da. Mana shu bola qanday qilyapti, boshqa qilyapti. Shu Damaschilar kelib, tirikchiligini qilib, nonini topib, shu bitta dona Damas uchun mana o'va deyishaydi. Eshakda yurasan, vaqti kelsa eshakda yurgan odamlar. Xos davlatiga biznesga borish uchun, tovar olib kelib sotish uchun karvon. Bir oylab yurgan. Karvon boshi qo'y cho'rmagan. Qo'ylar orqasidan yurgan. Bu chiqariki din beşivası beğendim özünü o'yli Abror Muhtarali bilan Shukrullo domla dom. Damaschilarni boshqalarni gapirib chiqdi. Damaschilar odam emas, bunaqa emas. O'tdikimish Damaschilar to'rtta yo'lda yurib, do'ngalar ustidan tez o'tib boshqa qilib xalq qiynab, shu Damasga 5000 so'm to'lab qishloqqa borasan. Shunda Damaschi 7 odam bilan bu manzildan u manzilga 35000 so'm pul oladi. Borsani uzoq safarga 70000 so'm pul oladi. Yo'q problema. Bu onasini emsin, bende kadarsa provokatsiya ketyapti. Mana brat. Assalomu alaykum. Qanday ko'rding? Damaschi bratimiz o'tib ketyapti. Mana ko'ryapsizlar. Eng yaxshisi. Qisinglar. Payg'ambarlikka da'vo qilmanglar. Sizlar. İşte domla aqlli. Tushundinglarmi? Kerak bo'lsa shular uxlamasam netanda o'tiradi ekan. Qo'yib biladi. Turvalarni arutdi. İşte Damas'ini gapirganinglar. Bu Damas qo'ysa sizlarning Captiva bor, Gentra bor, mashinalar bor-da, bemalol qaror xohlagan yeringlarga VIP paketda borib kelasizlar. Neymiş? Ben metanın içinde durmayayım. 90-95 koyamam. Halk buraya etmeydi 95 benzin olmuş.